Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning 20-bobiga yetib keldik. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi haqida aytib o'tamiz. Konstitutsiyamizning 114-119-moddalarini o'z ichiga olgan bob bo'lib, birinchi qismimizda Vazirlar Mahkamasining vakolatlari hamda Vazirlar Mahkamasi haqida tushuncha aytib o'tamiz. Demak, 114-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, uning o'rinbosarlari va vazirlardan iborat. Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumatining boshlig'i Vazirlar Mahkamasi tarkibiga o'z lavozimi bo'yicha kiradi. Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatini ijro etuvchi hokimiyat faoliyatining O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan belgilangan asosiy yo'nalishlar doirasida amalga oshiradi. 115-moddamizda Vazirlar Mahkamasining vakolatlari haqida aytib o'tamiz. Samarali iqtisodiy, ijtimoiy, soliq, byudjet siyosatini amalga oshiradi. Ilm-fan, madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash hamda iqtisodiyotning, ijtimoiy sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga dasturlar ishlab chiqaradi hamda ularni uchun javobgar bo'ladi. Barqaror iqtisodiy o'sish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qulay investitsiyaviy muhitni yaratish, hududlarni kompleks va barqaror rivojlantirish bo'yicha choralar ko'radi. Aholini, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish tizimini samarali faoliyatini ta'minlaydi. Atrof muhit muhofaza qilish, tabiiy boyliklar, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishi, epidemiyalar, pandemiyalarga qarshi kurashish hamda ularning oqibatlarini yumshatish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi. Yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirishini ta'minlaydi, oilani qo'llab-quvvatlash, mustahkamlash, himoya qilish, an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash bo'yicha choralar ko'radi. Fuqarolik jamiyat institutlarini qo'llab-quvvatlash choralarini amalga oshiradi. Ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish hamda ijtimoiy sheriklik dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish ularning ishtirok etishini ta'minlaydi. Fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy hamda boshqa huquqlarini, qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, Oliy Majlis qarorlari, Prezidentimizning farmonlari, qarorlar va farmoyishlarini ijrosini ta'minlaydi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari ishini muvofiqlashtiradi va yo'naltiradi. Ularning faoliyat ustidan qonunda belgilangan tartibda nazoratni amalga oshiradi. Ijro etuvchi hokimiyat organlarining ishida ochiqlik, shaffoflik, qonuniylik, samaradorlikni ta'minlash, ular faoliyatida korrupsiya holatlariga qarshi kurashish, davlat xizmatlarining sifatini oshirish hamda ulardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish bo'yicha choralar ko'radi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari yuzasidan har yilgi ma'ruzasini taqdim etadi hamda ushbu konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Konstitutsiyamizning 116-moddasida Vazirlar Mahkamasi konstitutsiyaviy normalar doirasida va qonunchilikka muvofiq O'zbekiston Respublikasining butun hududida barcha organlar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida javobgardir. Amaldagi Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida o'z vakolatini zimmasidan sodiq etib, biroq Vazirlar Mahkamasi yangi tarkibi shakllangunga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq o'z faoliyatini davom ettirib turadi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.